Qaysi xonandani yaxshi ko'rasiz? Totib turing. Xurshid Rasulov. Xurshid Rasulov kim edi? Voy, ustoz. Amma endi 2002-yil bo'lsa, ustozlarni eshitmagan. Xurshid Rasulovni tanimaysizmi? Qaysi qo'shiqni aytganlar bitta aytingchi? Bu bolam nima aytgan deydi, otasiga bitta. Qaysi qo'shiqni aytganlar? Bilasanmi? Bu ham bilmaydi. Hamma taniydi. Tanimaysan. Qaysi qo'shiqni aytgan? Qiynalib ko'rsatuvda ketdim. Azaka qaysi qo'shiqni aytgan? Juda hayotiy qo'shiqlar desam hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Men внешностьlarini bilaman Xurshid aka Rasulovni, но qo'shiqlari esimda yo'q. O'zi artistlarda ham, qo'shiqchilarda ham har xil toifasi bo'ladi. Xotinlarda artisti bo'ladi, erkaklarda artisti bo'ladi. Biz endi ko'proq erkaklarda ichida yuramiz. Sizlarga o'xshagan ayollarga ko'p qo'shiqlarimiz yoqmasligi mumkin. Chunki erini xotin boqmasin degan ashulalarda aytamiz. Ayol qilsa xiyonat degan, galstikni toqib olib xotinlarda artistlar o'zi boshqa bo'ladi-yu. Haqiqatni aytaman ko'proq, xafa bo'lmaysizlar. Hali yolg'on qo'shiqlarda aytmayman. Laganbardon qo'shiqchilardan bahs biz.